Assalamu alaikum qarindoshlarım. Bugün ben Türkiye'deki bazen bir yerlik teşkilat, Türkmenlerinin bazen yerlik teşkilatları bilen söhbet ötküzdüm. Ula Doğu Türkistan'daki ayallarının, ballarının bundaq bir veyrancılık, bundaq horluq, depsencicilik uçuravatqını biz unçilik inçiki bilmeydik emas. Senin avazından uqduq, Twitter arqılı uqduq, YouTube arqılı uqduq dedi. Ben bundan şunçilik köngülsüz oldum bir jihatdan. Sabırning cheki var. Sabır degan nima? Beshingni siyib qo'ysimi bir sikab, chichib qo'ysimi, nimmilik qilib qo'ysa, qandaq depsandi qismi, ovoz chiqarmay, Allohdan tilabli o'lta. Faqat hech qandaq bir taqobil turgan bir chora izdima degan gapma bu. Biz o'zimizga o'lik pulini izdab, özümüzge xas usulda Kur'anlarını tercüme kıbilip, sözlerini Kur'an'ın içindeki bazen sözlerini özümüzge toğra usulda, özümüzge maskegen usulda tercüme kıvasak bulamda. Men hiç qandaq teşkilatın vekili emas, Uygur'un vekili. Toğra, mening avazım qattiq chiqyapti. Sebebi nima? Mening oilem zo'ravonlar tarafidan tahdidlarga, har xil ko'ngilsiz ishlarga duch keldi. Mening tuqqanlarim duch kelgan bo'lsa, sizning kelmagan bo'lsa, albatta o'ltaga odam, o'ltirgan odamningki dardini bilmaydi. Shuning uchun menga ayrim hollarda bunda deyman, anda deyman, A tashkilot bilan birlashing, ma tashkilotga zuvan chiqaring. Men hech qanday tashkilot bilan birlashish maqsadida bu ishni qilmadim. Men ota-onam uchun ovoz chiqardim. Millatim uchun ovoz chiqardim. Men turklarga tayinman. Türk teşkilatları, Azerbaycan'daki teşkilatlar, Türkmen teşkilatlarına tayinime. Çünkü ular bana sahip çıkmaz deganlik üçün. Men Uygurumninki avazını anlap baktım. Teşkilatlarını saklap baktım. Desem o bulmaydı hem de. Teşkilatlarını girip qıp baktım. Ular kim bulan usulda bir qıp bakay. Ben bir adam o. Xuday meni adam insan deb yaratganken, ma bishimning ma müremning ustidagi mush kallani ishlatib baqaychu deb tirishchalik ko'rsatyapman. Bir tashkilotdan yerlik millatlarning o'zininki avom xalq tashkilotidan chaqiriq bo'yicha kelar hafta kelgan biletingni ko'tarayli deganda yo'q, kelar hafta borolmayman. Men Erdo'g'onni saqlayapman. Dushanba bilan Sayjanbaning oralig'ida Erdo'g'onning zuvanini chiqirgan bir yerli bir odamlarning ovozini saqlayapman deb shunchalik javob qaytardim. Hey Uyg'urlar. Men mush topda zuvan chiqarmaganlarini hamma yuvitaman. Chunki yo'limiz bir emasga. Men yo'lim bir odam bilan paranglashaliqdakman. Yo'lim bir bo'lmasa, biz vatanda Xitoydan qo'rqib, chet elga chiqib hamma davlatning qonunining ichida bir ish qilsak bo'lmamda, shu qonunning ichiga to'g'ri keladigan ishni qilmay, u biz turgan davlatlardan qo'rqsak, u vaqtda biz nima bo'ldik? Hayvonni faqat sim bilan, jip bilan yetlab mangdi. Biz hayvondan better bo'lib ketdikmi? Siz shunchalik taqvodorkansiz, taqvodorlikning nima yeri bor? Allohga shak tushamasdik. Shunchalik o'rini bilib, shunchalik nima qilib, yana Xitoy munda chinlar munda qo'yib ketdi. Shuning uchun munda bo'ldi. Urug' tuqqanlarim sirtdi. Men ular uchun ovoz chiqaramayman hozir. Deganlaringizga kulgim shunda keldi. To'g'ri. Tuqqanlaringiz sirtda. Bugun sirtda o'g'ini, atimi sirtda bo'lishininkidan derak vermaydi. At sirtda o'g'ini kelar oyda sirtda bo'ladi, ma tuqunim degandan derak vermaydi. Xitoy nima qilyapti sizlarga ayon? Qozoqlar tinmadi. Qozoqlar bilan suhbatlashib turyapman. Qozoqlar, Uyg'urlar nimishki ovoz chiqarmaydi? Tuqqanlarning hammasi mundaqlari balam ba, seningli shundaqmidi? Yana birsiningli shundaqmidi dedi. Qo'rqidi dedim. Allah'dan sherik tushaganlik qo dedi. To'g'ri, Allohga sherik tushaganlik. Yağandan o'zingizning usulida islom dinini tarjima qilib oldingiz. Men u tarjimani mening lug'atimda yo'q. Men islom diniga nisbatan hurmat ehtirom bilan. Men taqvomi, sen taqvomi, uni Xudoyim o'z biladi. Alloh nomidan mundaq deb menga dema. Men insonga yukundim. Allohga ibodat qilaman. Ibodatim Alloh uchun. İbadet degan Alloh bilan inson o'rtasidagi, yaratquchi o'rtasidagi ko'rik. U ko'rikni uyda ado qilaman, ko'riklik rolni. Ammo
insonga chorasiz holatda tuzlandim. U sen bilan hech qanday munosabat yo'q. Men o'lsam ayrim go'rdiyotiman. Siz ayrim go'rdiyotsiz. Agar Alloh do'zaxga nisib qilgan bo'lsa meni, u do'zaxga men shukr deb turib mangama. Siz agarda sabr qilib o'ltirib, agarda nimaga kiraman, jannatga kiraman degan bo'lsangiz, uni Alloh bir taraf qiladi. Sizning degingiz bilan men do'zax, siz jannat bo'lib qolamaysiz. Buni Alloh nomidan demang. Siz Alloh bilan qandoqsiz bir o'rinda tursiz yaratquchimiz bilan. Payg'ambar bunda qilgandi, anda qilgandi. Payg'ambar bilan siz do'st emas, aqag'in emas. Shuning uchun payg'ambar nomidan, Alloh nomidan degan gaplarni demang menga. Men qabul qilmayman bunday so'zlarni. O'ltasingiz qo'pong deydigan odam bo'lsa, u vaqtda biz paranglasha olamiz. Bo'lmasa paranglasha olmaymiz. Xudoga omonat qarindoshlarim.